Onangizga nimangizni bermoqchisiz? Onamga jigarimni bermoqchiman. Qo'rqmaysizmi? Yo Rabbim, guvoh bo'l pok niyatingga. Nigora ismli bir qiz fido bo'ldi. Onam yashasin deb shu hayotda jigaridan bir bo'lak ato qildi. 18 yosh, yurak hali nozik, ammo iymoni tog'dek mustahkam. Og'riqdan qo'rqmadi. Yosh yashirdi. Ona uchun bardosh berdi u ham. Onam kulsin dedi chim yuragi. Shu niyatda sinovga rozi bo'ldi. Bu jasorat emas, bu muhabbat. Farzandlikning eng oliy yo'li. Mana inshaalloh onaxonimiz juda ham chiroyli holatda keldilar. Qahramonimiz azizlar sizlar duolaringiz ijobatligi mana isboti. Sizlar yana duo qilinglar inshaalloh biz yetib borsak yana jadvallarda ko'rib